Dahshatli falokatda odamlar o'ldi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. 30-iyul kuni Pokistonning Balujiston viloyatidagi ko'mir konida portlash sodir bo'ldi. Portlash oqibatida kamida 32 nafar konchi halok bo'ldi. Yana 10 nafari yer ostida qolmoqda. Bu haqda Associated Press xabar berdi. Qayd etilishicha, qutqaruvchilar ularni qidirishda davom etmoqda, biroq rasmiylar ularning omon qolish ehtimoli juda past ekanini bildirgan. Balujiston viloyati kon inspeksiyasi vakili G'ani Balochning aytishicha, hodisaga shaxtada metan gazining to'planib qolishi sabab bo'lgan. Portlashdan bir necha soat oldin qutqaruvchilar 7 nafar konchining jasadini topgan. Keyinchalik yana 25 nafar halok bo'lgan ishchining jasadi olib chiqilgan. Hozirda yer ostida qolgan konchilarni qidirish va qutqarish ishlari davom etmoqda. Balochning ta'kidlashicha, barcha konchilar topilmaguncha qutqaruv amaliyoti to'xtatilmaydi. Shuningdek, u qurbonlar soni yana ortishi mumkinligini ham qayd etgan. Metan gazi portlagandan keyin tirik qolganlarni topish ehtimoli keskin kamayadi. Chunki shaxtadagi kislorod miqdori deyarli nolga tushadi. Shu bois qutqaruvchilar ham juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda, degan u.